Ho'p, bugun 3-chi darsimizni o'tamiz sizlar bilan. Lesson 3. Be bo'lmoq fe'li. Bugun be fe'lini chuqur o'rganib olishimiz kerak. Ingliz tilini asosiy holatlarida mana shu bo'lmoq fe'lini turli xil zamonlarda ishlatiladi. Hozir biz hozirgi zamonda, ayni hozir bo'lib turgan zamonda be fe'lini ishlatilishini ko'rib chiqamiz. Demak, be fe'limiz tuslanuvchi fe'l hisoblanadi. Va hozirgi zamonda 3 turga bo'linadi. 3 turga tuslanadi. Ular am, is va are. Mana shu 3 ta turga bo'linadi. Va bularni ishlatilish holatini hozir men tushuntirib berishga harakat qilaman. Okey, biroz kattaroq shriftda yozaylik. Okey. Demak, aytamiz, men o'quvchiman. Men o'quvchiman. Mana shu yerdagi man joyi to be fe'l hisoblanadi ingliz tilida. Ya'ni o'zbek tilimizdagi men o'quvchiman, sen quruvchisan, u o'qituvchidir. Ana shu man, san, dir degan joylari ingliz tilidagi to be fe'lini bildiradi. O'zbek tilida ham bor bu. Misol uchun sen o'qituvchisan degan so'zni olamiz. San, bu yerdagi san misol uchun. To be fe'li ingliz tilida mana shu vazifani bajaradi. Man, san, dir vazifasini bajaradi. Yoki u stulchadir. O'zbek tilida man, san, dirni ba'zan qo'shib ishlatamiz yoki qo'shmasdan gapiramiz. Mana bunaqa holatda. Demak, to be fe'lini asosiy mazmuni mana shunda. Ingliz tilida ishlatiladigan be fe'lini mazmuni shunda. Agar misol uchun xuddi shu gaplarni yozadigan bo'lsak, o'quvchiman bo'ladi. I am a student. Mana shu joydagi man, bu yerdagi mana to be fe'li hisoblanadi. Am. Men o'quvchiman. I am a student. I uchun sizlar bilan oldingi darsimizda o'tganmiz. I men degan ma'noni bildiradi, kishilik olmoqchi. Endi am degani shu yerda o'quvchiman degan ma'noni bildiradi. Xo'p, keyingi holat. Sen o'qituvchisan ni yozadigan bo'lsak, you are a teacher. E'tibor beramiz. You kishilik olmoqchi sen degan ma'noni bildirardi. You uchun biz are ko'makchi fe'ldan foydalanamiz hozirgi zamonda doimiy holatda. You are holatida ishlatiladi gaplarimizda. A teacher, o'qituvchisan. Mana shu yerdagi mana qora bilan belgilagan joylari, o'zbek tilidagi joylari inglizda shu ma'noga tegishli. Mazmuni shu be fe'lini, bo'lmoq fe'lini. U stulchadir. It is a chair. Bu yerga e'tibor beramiz. Dir degan joyi, ya'ni borligini bildirish uchun bu yerda is holatida. It is a chair. U stulchadir. E'tibor beramiz, to be fe'llarini kishilik olmoshlari bilan maxsus qo'llaniladigan holat bor. Biz I bilan, ya'ni men bilan faqatgina am ko'makchi to be fe'lini ishlatamiz. You bilan esa faqatgina are ishlatiladi. It olmoshi bilan esa is ko'makchi fe'li ishlatiladi. Xo'p, pastda e'tibor beramiz. I uchun am. You uchun are ko'makchi fe'li. He, she, it uchun is ko'makchi fe'li. We, ya'ni we kishilik olmoshni ma'nosi nima edi? O'tgan darsimizda. We. Kim javob beradi? We kishilik olmosh nima degan ma'noni bildirardi bizga? Biz. To'g'ri, biz degan ma'noni bildiradi. To'g'ri. We uchun ko'plik bo'lganligi uchun are ko'makchi fe'ldan foydalanamiz. Xuddi shu holatda, sizlar degan holatda you are. They
They o'qilishi they bo'lgan kishilik olmoshni tarjimasi nima edi? Ular. Ular. To'g'ri. Ular degan ma'noni bildiradi. Bunga ham are ko'makchi fe'lini qo'yamiz oldiga. Ular degan ma'noni bildiradi. Endi mana shular. Men, man tarjimasi. You are, sen, san. He, she, it, is, u, dir. Udir. We are, biz, miz. You are, sizlar, siz. They are, ular. Ulardirlar. Ulardirlar. Nima demoqchiman bu yerda? Misol uchun aytishim mumkin-ku biror bir gapda. Men, misol uchun quruvchiman yoki men o'qituvchiman. O'shandagi manni yoki sanni bu yerdagi am, are, is ko'makchi fe'llari bizga ma'nosini beradi. O'shaning uchun muhim. Asosiy mazmun mohiyatini tushundikmi hozir? To be fe'lini. Ya'ni kimdir mavjudligini bildiradi. Borligini bildiradi. Xo'p, demak, esimizda yaxshi qolish kerak. I am faqatgina I ko'makchi fe'li bilan ishlatiladi. I am menman degani esimizda qolish kerak. I am. You are bu sensan degan ma'noni bildiradi. He, she, it, is bu udir degan ma'noni bildiradi. We are bizmiz. You are siz, sizlar. They are ulardir. Ko'plik holatlar mana bu 3 ta holatda. We, you, they, biz, siz, ular ko'plik bo'lganligi uchun are ishlatyapmiz. Be fe'lini are shakliga tushirib ishlatyapmiz ko'plik bo'lganligi uchun. Ammo bu holatida he, she, it birlik holatida bo'lganligi uchun bunga is ishlatyapmiz. Shu esimizdan chiqmasin. Shu birlik bo'lganligi uchun is. I ga, menga faqat am ishlatiladi. Bunga alohida bu o'ziga sotib olgan amni. Alohida am ishlatadi bunga. I am, menman. You are birligi va ko'pligida bir xil. You are. Xo'p, be fe'li, bo'lmoq fe'li va u kishilik olmoshlarida ishlatilishi mana shunday. Endi kishilik olmoshlaridan boshqacha holatda kelgan holda, ismlar kelgan holatda yoki biror narsani o'zini nomi kelgan holda qanaqa ishlatiladi? Xo'p, misol uchun olamiz a cat. A cat degan nima degani kim biladi? Bu mushukdir. Ha. Mushuk degani. To'g'ri, mushuk. Endi mana mushuk yagona, to'g'rimi? Bitta, hozir bitta bo'lib turibdi shu yerda, bitta. O'shanligi uchun qaysi ko'makchi fe'lni qo'llanamiz? 3 ta variantimiz bor mana, am, is, are. Qaysini qo'yamiz? Is. To'g'ri. Is qo'yamiz. Is qo'yiladi, chunki bu yerda mushuk bitta. O'shaning uchun is. Yaxshi qilib boryapmiz. Keyingisi. Adham and botir. Bu yerda adham bilan botir, to'g'rimi? Yana savol. Am, is, are. Qaysi birini qo'yamiz? Qo'yiladi. Are. Yaxshi, sababi? Ular. Chunki ko'plik. Ha. Bu yerda endi Chunki bitta ikkita adhammas. odam. To'g'ri, Ko'plik. adhammas. Adham bilan botir ham bor. O'shanligi uchun 2 kishi bo'lganligi uchun are. To'g'ri, juda to'g'ri. Yaxshi. Endi boshqa mana bunaqa narsalar nom kelsa yo biror bir ism kelsa m ni ishlatmaymiz. M ni boya aytganimdek I kishilik olmosh o'zi uchun sotib olgan alohida. Faqat o'ziga ishlatadi. M. Boshqalarga bermaydi. Esimizda qolsin. Menman degan ma'no bildiradi. Yaxshi. Demak, be fe'li bo'yicha mana shunday. Birta holatda bo'lgan narsalarga is ishlatamiz, dir deyish uchun. Ikkita bo'lgan narsalarga ko'plik holatida are ishlatamiz. Ayni o'ziga faqat m ishlatamiz. Agar tushunarli bo'lgan bo'lsa, darsimiz tez ishlashga tayyormizmi?
Albatta. Yoki savollar bo'lsa marhamat. Bemalol beraveramiz, savollar bo'lsa beraveramiz. Shunday. Testni boshlaylik Bo'ldi. ustoz. Bo'ldi. Bo'lmasa shu mavzuga hozir men test yuboraman. O'sha testni ishlab ko'ramiz bugun ham. Bugun qatnashuvchilarimiz ko'p, o'z vaqtida qatnashayotganlar ko'p. Rahmat bularga, sizlarga. Testlarni boshlaymiz hozir.